Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz kecha bo'lib o'tgan turnir haqida bo'ladi. Turnirni to'lig'ini YouTube'da streamda ko'rishingiz mumkin. Turnir top 1ga xohlagan emotsiyasi edi, top 2ga 100 ta almaz edi. Ana 200 ta obunachi bo'lishimiz bilan boshlayman dedim va 200 ta obunachi bo'lishimiz bilan start berdim turnirga. YouTube kanalda to'lig'ini ko'rishingiz mumkin. Mana birga bir qolganda videosi bor. Mana shu bolani ko'pchilik panelda, endi bu bola pikashni ekan, o'zi yaxshi o'ynagan. Panelmasini isbotlab berdi o'yini bilan. Endi shuna qarorga keldik. Keyin bu bolaga men bu videoda ovozimiz YouTube'ga streamga yozilmay qolibdi. Mikrofonni Free Fire'da yoqqanimiz uchun streamda ovozimiz kelmabdi. Shu emotsiyani podarka qilasizlar dedilar. Cho'tki движи. Keyin mana brat emotsiya qildilar. Bu akkauntni va bratni xursand qildik, ozgina bo'lsa ham. Mana keyingi videoda Umarbek akkauntidan o'sha emotsiyani podarka qilganimiz videosi bor. Emotsiya podarka qilindi. Bratga proof uchun emotsiyani qiling dedik. Mikrofon yonib mana ko'rishingiz mumkin hammada. Keyin okey emotsiyani qildilar. Ikkinchi o'rinni olgan Prime Exe okaga esa almazi pulini tashlab berdik. Telegram kanal. Do'stlar, Telegram kanal va Instagram, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video ham ajoyib bo'ladi, xudo xolasa. To'lig'ini YouTube'da streamda ko'rishni maslahat beraman. Ajoyib turnir bo'ldi. Keyingi turnir endi xudo xolasa yaqin orada Telegram kanalda e'lon beraman. 520 ta almazli top 3 gacha ham turnir e'lon qilamiz. Kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Isko bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr hammaga. Hamma kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Hammaga rahmat.